Kapital bozorida yangi moliyaviy instrumentlar paydo bo'lmoqda. Xalq tilida aytganda, pulni ko'paytirishning yangi yo'llari. Xo'sh, ular nimalar? Hosila moliyaviy vositalar, qiymati boshqa aktiv yoki ko'rsatkichga bog'liq bo'lgan vositalardir. Ular qatoriga opsion, swap, futures, forward va narxlar farqi shartnomasi kiradi. Bular xuddi kelajakdagi narxni bugundan kafolatlab qo'yadigan shartnomalardir. Qoplangan obligatsiyalar muayyan aktivlar bilan ta'minlangan obligatsiyalardir. Ya'ni bu qarz qog'ozlarining orqasida aniq kafolatlangan mol-mulk turadi. Shuning uchun ular juda xavfsiz hisoblanadi. Sekuritizatsiyalangan obligatsiyalar aktivlardan kelib tushadigan pul oqimlari asosida moliyalashtirish imkonini beruvchi vositalar. Bunda kompaniya o'z kelajagidagi tayyor daromadlari hisobidan investorlardan pul jalb qila oladi. Barqaror rivojlanish obligatsiyalari barqaror rivojlanishga, ya'ni yashil iqtisodiyot, ekologiya va ijtimoiy loyihalarni moliyalashtirish uchun mo'ljallangan maxsus vositalardir. Subordinar obligatsiyalar majburiyatlarni qoplash navbati bo'yicha boshqa qarz majburiyatlaridan keyin turadigan obligatsiyalardir. Bu yirik investorlar uchun yuqoriroq foyda olish imkonini beradigan vosita. Sukuk esa islom moliyasi tamoyillariga muvofiq chiqariladigan qimmatli qog'ozlardir. Bu foizsiz, halol sherikchilik va foydani baham ko'rish asosida ishlaydigan tizim. Ushbu yangi vositalarning joriy etilishi investorlar va biznes uchun kapital bozorida yanada keng imkoniyatlar, qulayliklar yaratadi.